Assalomu alaykum do'stlar. Iftorlik dasturxoningiz uchun ro'zador odamning ko'ngliga birdek yoqadigan quritilingan baqlajondan sershira salat tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib ishimizni baqlajonni oddiy suvda 15 daqiqa qaynatib olamiz va suvni to'kib tashlaymiz. 2 osh qoshiq tuz, suv solib yana 40 daqiqa o'rta olovga qo'yib qo'yamiz. Qizil sabzi va qizil bulg'or qalampirini somoncha qilib to'g'rab, ozgina tuz sepib aralashtirib qo'yamiz. Salatimiz yanada xushxo'r chiqish uchun piyoz hamda ko'k sarimsoqni parrak qilib to'g'rab, ozgina yog'da suvi chiqqunga qadar qovurib olamiz. Shirin paprika qo'shish esingizdan chiqmas. 40 daqiqadan so'ng baqlajonni suvini to'kib tashlab, ustidan muzdek suv quyib, yaxshilab siqib chayib olamiz. Tabga ko'ra soya, tuz, uksus hamda qovurib olgan piyozimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Salatimizga ketgan to'liq mahsulot gramajlarini izohlarda yozib qoldiraman. Siz ham xuddi shu usulda tayyorlab ko'rsangiz, baqlajoningiz sersuv mazali bo'lib chiqadi. Asl baraka yarim tayyor go'sht mahsulotlari bilan esa iftorlik dasturxoningiz yanada go'zallashadi. Bugun men xonadonimizdagi shirindan shakar qiz farzandlarimiz uchun iftorlik dasturxoni qilib berdim. Siz ham albatta Ramazon oyida dasturxoningizni uyingizda bor mahsulotlari bilan yanada go'zallashtiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.